Yurtimizda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ularni turli yot g'oyalar va illatlardan, jumladan giyohvandlikdan asrash borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi magistraturasi tashabbusi bilan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida profilaktik tadbir o'tkazildi. Unda tan jarohati yetkazish bilan bog'liq jinoyatlarning barvaqt oldin olish masalalari muhokama qilinib, yoshlar jinoyatchiligining sabab va sharoitlari tahlil etildi. Toshkent davlat transport universitetida o'tkazilgan tadbirda esa talabalarga giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning inson salomatligi va jamiyatga yetkazadigan salbiy oqibatlari tushuntirildi. Shuningdek, huquqbuzarliklarning oldini olishda shubhali holatlariga befarq bo'lmaslik va tegishli idoralarga o'z vaqtida xabar berish zarurligi uqtirildi. Mutaxassislarning fikricha, giyohvandlikka qarshi kurashishda eng samarali yo'l bu ogohlantirish va targ'ibot ishlarini kuchaytirishdir. Chunki har bir yosh ongida ushbu illatga qarshi mustahkam immunitet shakllantirish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.